Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz ishtirokchilari. Bugun 2026-yil 5-may kuniga bugun seshanba. Hozirgi vaqtda anorlarimiz mana shunday holatda mana. Zo'r berib gullash davrida. Zo'r berib gullash davrida. E'tibor bering. Mana erkak gul. Mana bu yerda mana kattarog'i mana bu onalik gul. Onalik gulda mana bu yerda do'nkisi bo'ladi, do'nkichasi bo'ladi. Erkak gulda do'nkicha bo'lmaydi. Yana ko'rishimiz mumkin. Mana shu yerda mana onalik gul mana. Mana shu onalik gul mana. Ko'ryapsiz, qo'ng'iroqchaga o'xshaydi, biroz uzunroq bo'ladi. Do'nkichasi bor. Erkak gulda esa unday narsa yo'q. Qani mana bu yerda mana erkak gul mana. Erkak gul. Yana qayda bo'lishi mumkin? Erkak gullar bor. Mana bu yerda turibdi. Mana bitta erkak gul, mana kattaroq erkak gul. Mana bunisi mana onalik gul. Hop, rosa gullash davri. Gullash va changlanish, keyin urug'lanish jarayonlari davom etadi anorda. Mana shunday holatda nima qilish kerak degan savollar tushyapti bizga. Ya'ni gullash davrida nima qilish kerak? Avvalo gullash davrigacha fungisidlar, insektisidlarda sepib, bular gullash davriga kirgungacha demak kimyoviy ishlovni berish kerak edi. Biz buni kanalimizda oldingi videolarimizda demak bu haqida gaplashganmiz. Siz shu kanalimizda yuqoriroqqa chiqsangiz, yuqoriroqda kimyoviy ishlov, gulligacha bo'lgan kimyoviy ishlov bor. Shu haqida videolarimiz bor. Endi gullagan vaqtida nima qilish kerak? Agar anor gullagan vaqtida hech qanday kasallik alomatlari sezilmasa, anorda tinch qo'yganimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Hech narsa qilmang. Xalaqit bermang. Perdalarni yopib, eshiklarni bekitib chiqib keting. Xalaqit bermang, chunki changlanish va urug'lanish jarayoni xotirjam, tinchlikda bo'lishi kerak. Bu asosiy mezon, esdan chiqmaslik kerak. Ikkinchi shartlaridan bittasi bu shu changlanishga va urug'lanish uchun yordam beradigan. Ayniqsa esdan chiqmasin, changlanish oson, ammo urug'lanish uchun uzum juda ko'p quvvat sarflaydi. Ana shu sarflanadigan quvvat jarayonida uzum zo'r berib, kechirasiz, anor zo'r berib o'zidagi zaxira oziqalarni ishlata boshlaydi. Shu vaqtda qo'shimcha yordam sifatida marhamat vitaminlar, mikroelementlar berishingiz mumkin yoki bo'lmasam magniy sulfat eritmasidan 10 litrga 10 gram qo'shib turib berishingiz mumkin. Rux sulfat tuzi bor, rux sulfat tuzidan 10 litrga 10 gram miqdorida badaniga sepishingiz mumkin yoki bo'lmasam yana bitta preparatimiz bor. Bu borniya kislota deydi, aptekalarda, odam aptekalarida bo'ladi. Ana shu borniya kislotadan 10 litrga 10 gram miqdorida olib turib badaniga sepib qo'ysangiz, urug'lanishga, changlanishga yordam bergan bo'lasiz. Mana bunday erkak gullari to'kilib tushib ketadi, lekin mana bunday onalik gullari esa juda chiroyli kattagina qilib meva soladi. Taglarini o'tab, chopib, chiroyli qilib yumshatib qo'yishingiz mumkin. Yovvoyi o'tlar, turli xil o'tlar bo'lmasin, baland bo'yli o'tlar, yarim butalar bo'lmasin. Tagidan shabada yuradigan bo'lsin. Esdan chiqmasin. Mana bunday novdalarimiz bor mana. Mana shu yilgi birinchi yilgi novdalar. Qalin bo'lsa, biroz yengil, ko'p emas. Hozir chunki changlanish, urug'lanish davrida hech nima qilib bo'lmaydi. Mana shunday novdalardan bitta ikkita orasidan olib, qalin joylaridan mana bu yerda mana turibdi. Qalin joylaridan bitta ikkitasini sekin toqqa ichida olib, yengil ochib qo'yish kerak, lekin ko'p tegib bo'lmaydi. Agar novdalarini ko'p siyraklatib yuborsangiz changlanish davrida meva to'kilib ketib qoladi.
Chunki anor odatda berg orqali nafas oladi. Barcha o'simliklar singari. Salomat bo'ling.